Birini taşıdı, uruvurdu, birisi var, yıkıldım, şu boğan ahval. Nimaga urdi sizni? Aldı, ötemem ben. Öz vatanım için, halkım için ötmeyi nima qilaman? Nimaga keldingiz? Nima sabab bilan o'zi keldingiz? Nima sababdan keldim? Öz tilim için, öz vatanım için, öz milletim için geldim. Rahmat buva. Bilan kelinglar buva. Tilimizni so'rashib keldik. Tilimizni so'rab. O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas. Janjal to'polon kerak emas. Birligimizni yo'qotmay o'tamiz bo'ldi. Shuning uchun keldik. Qo'ymayaptimi? Men anaqa kirdim, bu anta bo'lishadi dedi. Hamma yonama militsiyalar o'tkazmayapti. Men o'tdim. Qo'rqmay o'tdim hammasidan. Bo'ladi degan gap qildi kecha. Ilgari haftada ham shunaqa edi. Yana shunaqa bo'ldi. Bizni tilimizni bitta haqoratga nima bo'lib ketganda o'zbeklar qarang, o'zbeklardan ba'zi bir chiqqan odamlar men kunisi xo'jalik mollari magazinda ko'rdim, bitta qiz kelyapti. Okey dedi, sotuvchiga muomala murojaat qilyapti. Vishnalarni, ko'z tishkalarni vitaskrit qiladigandan bormi dedi. Qarang, bizni tilimiz qanaqa haqoratga botib ketganda aka. Endi achinaysan ba'zida shunaqa qilib. Mana o'zini tilini unutgan xalq bora tarixini ham yo'q bo'lib ketibdi-ku axir. O'zbek tili davlat tili bo'lishi kerakmi? O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak. Boshqa shak bo'lishi mumkin emas. Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi. Xalq yo'qolsa hamma xalqlar bundan ziyon faqat topadi. Chunki hamma xalqlar yo'qolib ketsa oxiri bo'lib odamini yeyishi ham mumkin. Har bir narsani qonun qoidasi bor. 90% Turkiy tildagilar 10% ga to'be bo'lib o'tirish kerakmi?